Ochlik o't qopida tosh yig'adimi? Bugun shu savolga javob topamiz. Senga bir savolim bor, o't qopi. Inson och qolsa, senda tosh paydo bo'lishi rostmi? Yo'q, sog'lom tanada och qolishdan menda tosh paydo bo'lmaydi. Faqat ba'zi odamlar doimiy nosog'lom ovqatlanishadi. Fast food, gazli ichimliklar, katta miqdorda shakarli va tuzli mahsulotlar, o'ta yog'li go'shtlar. Natijada mendagi safro tarkibida xolesterin oshib, quyuqlashadi. Bu holatda uzoq vaqt och qolish turib qolgan safroda kristal toshchalar paydo qiladi. Kunlik suv normasi, kletchatka, oqsil va foydali yog'lar bilan kundalik ratsioningizni boyiting. Shunda har qanday ochlik ham sizni qo'rqitmaydi. Shuning uchun avvalo sog'lom ovqatlanish tartibini yo'lga qo'ying. Keyin esa interval ochlikni eng yengil ko'rinishidan boshlang. Demak, avvalo sog'lom turmush tarziga qayting, keyin interval ochlik qilsangiz, organizmingizda hech qanday toshlardan muammo bo'lmaydi. Videoga like bosing, och qolsam o't qopimda tosh yig'iladi deydigan tanishingizga yuborib qo'ying.